Assalomu alaykum barchaga. Bugungi tahlilimizda sizlar bilan Bitcoin va tillarning tahlillarini uyushtiramiz va asosan Telegram sahifamizda ko'pchilik Bitcoin va tillarning tahlillarini so'raganligi sababli aynan mana shu ikkita paralarning tahlillarini sizlarga taqdim etamiz. Asosan kunlik 4 soatlik va 1 soatlik time frame'larda shakllanadigan narx harakatlari nimalardan iborat shular haqida suhbat olib boramiz. Xo'p, bizda 1 kunlik time frame'dagi Bitcoinning narx harakatlari va narx hozirgi vaziyatda bizda narx asosan o'suvchan harakatlarni shakllantirmoqda va narx yuqorida qoldirilgan imbalans nuqtalariga qarab intilmoqda va narx mana bu nuqtalarda shakllangan imbalans nuqtalarimizni to'ldirib, keyingi vaziyatlarda narx aynan mana bu buy side likvidlarga qarab va mana bu imbalans nuqtalariga qarab turib harakatlanishi asosan kutiladi va ba'zi bir xil holatlarda bo'lishi mumkin. Narx yanada chuqurroq korrektsion harakatlar orqali narx mana bu nuqtalarda qoldirilgan imbalanslarni to'ldirishi ham mumkin bo'ladi. Va bu vaziyatda narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan breaker blok nuqtalarimizdan reaksiya olib, keyingi vaziyatlarda asosiy o'suvchan harakatlarni shakllantirishi kutilmoqda. Ana endi asosan 4 soatlik time frame'larda shakllanayotgan narx harakatlarini kuzatamiz. Bizda 4 soatlik time frame'larda narx mana bu nuqtada shakllangan imbalans nuqtalarimizni to'ldirdi va imbalans nuqtalarimizni to'ldirgandan so'ng narx bizda agressiv ravishda tushuvchan harakatlarni shakllantirishni boshladi va hozirgi vaziyatdagi bo'layotgan va kutilayotgan asosiy targetlar bizda aynan narx mana bu nuqtada qoldirilgan imbalans nuqtalarimizni to'ldirdi va narx ikkinchi vaziyatlarda ko'tarilib, mana bu nuqtalarda qoldirilgan bo'lishi mumkin blok nuqtalaridan reaksiya olib, keyingi tushuvchan harakatlarni shakllantirishi va mana bu nuqtalarda qoldirilgan va mana bu pastki nuqtalarda qoldirilgan imbalans nuqtalarining to'ldirilishiga asosan guvoh bo'lishimiz mumkin. Asosan mana bu nuqtalardagi qisqa korreksion harakatlardan so'ng asosan agarda narx qaytish nuqtalarini ko'rsatadigan bo'lsa, mana bu tushuvchan va mana bu nuqtalardagi likvidliklarga qarab turib narxning harakatlanishi kutiladi. Endi asosan 1 soatlik time frame'larga yuzlanishni boshlaymiz. 1 soatlik time frame'larda bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanishni boshlamoqda. Narx bizda 1 soatlik time frame'larda kuchli bo'lgan minim nuqtalarimizni buzib o'tdi va narx mana bu vaziyatlarda imbalans nuqtalarini shakllantirgan va yuqori nuqtalarda bizda order blok nuqtalari ham bizda mavjud. Va narx bir vaqtning o'zida mana bu pastki imbalans nuqtalarimizni to'ldirganidan so'ng narx bizda o'suvchan harakatlarni shakllantirmoqda va mana bu vaziyatda narxning o'suvchan harakatlari yaxshigina ma'noda kuchsiz va narx keyingi vaziyatlarda bo'lishi mumkin. Shu nuqtalardan mana bu yerdagi shamlarning 50% dan reaksiya olib keyingi asosiy tushuvchan harakatlarni shakllantirishi mumkin yoki bo'lishi mumkin narx mana bu yuqorida qoldirilgan imbalans nuqtalarimizgacha ko'tarilib, imbalanslarni to'ldirib va mana bu nuqtalarda shakllangan order blok nuqtalarimizdan reaksiya olib keyingi asosiy tushuvchan harakatlarni shakllantirilishi kutilmoqda. Ana endigi navbat sizlar bilan aynan tillarning tahlillariga. Tillarda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi mumkin. Kunlik time frame'larga yuzlanishdan boshlaymiz. Kunlik time frame'larda bizda narx xabaringiz bor, o'suvchan harakatlarni shakllantirdi ichki strukturalarda va asosan kutilayotgan target mana bu nuqtalarda shakllanayotgan buy side likvidlar bo'lishi mumkin. Narx mana bu nuqtalarda qoldirilgan imbalans nuqtalarimizni to'ldirib, keyinchalik asosiy o'suvchan harakatlarni shakllantirishi mumkin bo'ladi. Ana endi 4 soatlik time frame'larga yuzlanamiz. 4 soatlik time frame'larda bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda. Ana endi 4 soatlik time frame'larda bizda narx kuchli nuqtalarimizni buzib o'tdi va kuchli nuqtalarimizni buzib o'tgandan so'ng narx bizda keyingi asosiy o'suvchan harakatlardan oldin baribir narx bizda korreksion harakatlarni shakllantiradi va korreksion harakatlarda bo'lishi mumkin. Narx mana bu pastki nuqtalarda qoldirilgan likvidliklar mavjud. Mana bu likvidliklarni narx bizda birinchi navbatda yechib turib, mana bu nuqtalarda qoldirilgan imbalans nuqtalarimizni narx kelib bizda to'ldirganidan so'ng keyingi asosiy o'suvchan harakatlarni shakllantirish kutilmoqda va narx yuqori nuqtalarda imbalanslar va yuqori mana bu vaziyatlarda ko'plab likvidliklarni bizda narx shakllantirgan. Ana endi asta-sekinlik bilan 1 soatlik time frame'larga o'tishni boshlaymiz. 1 soatlik time frame'larda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda.
Endi 1 soatlik time frame'larda narx bizda mana bu vaziyatdagi demak, imbalans nuqtamizda va mana bu maksimum nuqtalarda shakllangan likvidliklarimizni demak yechdi. Likvidliklarni yechgandan so'ng narx bizda demak tushuvchan harakatlarni shakllantirishni boshladi va ayni mana bu vaziyatlarda pastki nuqtalarda shakllangan likvidliklar mavjud. Mana shu likvidliklarni yechishi mumkin va pastki nuqtalarda shakllanayotgan yana bir likvidliklarimiz shakllangan. Mana shu likvidliklar mana bu va pastki nuqtalarda shakllanayotgan mana bu imbalans nuqtalarimizning to'ldirilishiga asosan guvoh bo'lishimiz mumkin. Narximizda mana bu yerdagi agressiv o'suvchan harakatlardan so'ng bizda narx keyingi asosiy o'suvchan harakatlarni shakllantirmadi. Asosiy target demak mana bu nuqtalardagi imbalanslarni to'ldirib, mana bu yerdagi order blok nuqtalarimizda narx reaksiya olib, keyingi tushuvchan harakatlarni bizda shakllantirmoqda. Asosiy impulsiv harakat, korreksion harakatlarda narx kelib mana shu blok nuqtalaridan reaksiya olib, mana bu yerdagi likvidliklarni va pastki likvidliklarning yechishi asosan demak kutiladi.